Sabrina Jabborova tomonidan sud boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Haqiqat so'rayman. Klip syomkasida aktrisani gelak bosib ketgani yuzasidan sud boshlandi. Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish vaqtida yo'l transport hodisasiga uchrab og'ir jarohatlangan aktrisa Sabrina Jabborova haqiqat yuzasiga chiqishiga umid qilishini aytdi. Sudlanuvchi SM'ni klipga jalb etgan Ahad Qayum u boshqa syomkalarda yaxshi haydagani aytdi. Bu voyaga yetmagan qiz avval ham bir necha marta rolga o'tkazilganini tasdiqlaydi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.